Assalomu alaykum, Multicraft jamoasi mana bugun yakuniy ishini ko'rsatmoqchiman. Ya'ni biz balki TV zona bilan lisenziya qilib berganmiz. Xo'p, bu TV zonamiz nimaga bino qilindi desangiz, ham bu защита hisobda bolalarni pastga tushib ketmasligidan ancha himoya qiladi. Ham TV zona hisobida shunaqa chiroyli yechim qilib berdik. Или sistemamizni podsetkali sensorli qilib berdik. Anadolniy svetda ko'rishinglar mumkin, o'sha tushib borgan sari podsetkalar yonib boradi va tejinlik har 5 sekundda mana bittasi o'chib boradi. Ko'rishinglar mumkin. Bu mana listamiz. Turishini qaranglar, turishini. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, lisenziya, mebel va uy jihozlari bilan uy mebellarini to'ldirish kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Biz sizlarga chiroyli va sifatli qilib yechim qilib beramiz. Ishimizga xudo xolasa garantiya beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Podsetka o'chmayapti, tevadan o'chib kelyapti. Ko'rishinglar mumkin. Bu shunaqa kechqurun tem bo'lib, yana shunaqa chiroyli ko'rinadi.